Assalomu alaykum. Berilgan ma'lumotlar uchun rahmat kattakon. Endi savollarımizga o'tadigan bo'lsak, mana agentlikka farmon asosida bir qator vazifalar yuklatilgan, ularni qamrovi keng. Men ularni ayrimlariga to'xtalib o'tmoqchiman. Masalan, korporativ xaridlarda professional xaridor sertifikatini joriy etish belgilangan. Mana shu bo'yicha qanday ishlar amalga oshirildi? Ikkinchi savolim, davlat xaridlarida yuqori, past, eng past ishonchlilik darajasini berish ko'zda tutilgan edi. Mana shu borada ham qanday ishlar amalga oshirildi? Bizda shu aytib o'tgan ikkita masalangiz, ya'ni scoring bilan professional xaridorlarni ishtirokini davlat xaridlari ta'minlash bo'yicha bizani 17-sonli prezident farmonida talablar qo'yib o'tilgan. Ushbu talablarni joriy etish bo'yicha avval aytib o'tgandek, hozir bizda farmon loyihasi tayyor. Unga ko'ra davlat xaridlarida xaridor sifatida qatnashish, ya'ni buyurtmachi sifatida qatnashish uchun professional xaridorlar tizimini tashkillashtirishimiz, joriy etishimiz ham nazarda tutilmoqda. Bu nima degani? Hozir xabarlar bor, davlat xaridlarida qatnashish uchun qo'pol olib ketganda qaysidir tumanni bir poliklinikasi yoki bir kichkina bir davlat tashkilotida ishlovchi xodim u hech qachon alohida xaridor sifatida, ya'ni zakupshik deydi qo'shan tilda, shu xaridor sifatida professional ko'nikmaga ega bo'lgan xodim ishga olinmaydi. Bu qo'shimcha shtat, byudjetga qo'shimcha og'irlik degani. Shu sababli bu narsa ko'pincha shu tashkilotni bosh hisobchisiga yoki shu kabi boshqa ish yurituvchisiga yuklatiladi, hamda ular tomonidan shu xarid amalga oshiriladi operatorlar tizimi orqali. Lekin bu har doim ham ularni ushbu davlat xaridlaridan xabar bor degani emas. Shu sababli biz farmonga taklif kiritganmiz, shu davlat xaridlarida ishtirok etayotgan buyurtmachilarni kamida 3 ta toifaga bo'lish. Ya'ni birinchi toifada bu oddiy xaridor sertifikatiga ega bo'lgan davlat buyurtmachilar vakillarini ishtirok etish uchun bu nima degani? Ya'ni biz hozir shu farmon loyihasining talablaridan kelib chiqib o'quv dasturlarini ishlab chiqmoqdamiz. Hozir hamma shu davlat xarid operatorlari bilan birgalikda. Bu onlayn bo'ladi. Onlayn kurs o'tkaziladi. Shu 40 soat atrofida edi menimcha. Bizning bir dastlabki o'quv kursimiz. Uni onlayn o'tgandan keyin test topshiriladi. U ham onlayn, hamda sertifikat avtomatik ravishda tizim orqali shakllantirib shu QR kodli sertifikat beriladi. Uni asosida shu davlat buyurtmasini xodimi davlat xaridlarida ishtirok etishga imkoniyati yaratiladi. Bu birinchi navbatda shu davlat buyurtmasining xodimini davlat xaridlaridan bir tushunchasi bo'lishi, u yerda qanaqa talablar mavjudligi, u yerda qanaqa qatnashish kerak, o'zi umuman olganda xaridni qanaqa amalga oshirish kerak degan savollarni hatto dastlabki tushunchasini ularga berish maqsadida qilingan. Bundan keyin ikkinchi etapi bo'ladi shu professional xaridor degan. Bu xabaringiz bor, bizda yirik davlat tashkilot kompaniyalarimiz bor. Ya'ni bu o'sha Navoiy tog' metallurgiya kombinati, Olmaliq tog' metallurgiya kombinati, O'zavtosanoat, Neftegaz, shu kabi yirik kompaniyalarimiz bor. Ularda xaridlarni amalga oshiruvchi alohida bo'limlar tashkil etilgan. Ular juda yirik xaridlarni amalga oshirishadi, tender savdolari, boshqa bir qator yirik investitsiya loyihalari bo'yicha xaridlar amalga oshiriladi. Ularda qatnashish uchun ularga professionallik darajasini yanada yuqoriroq talablar asosida tashkil etish nazarda tutilmoqda. Ya'ni u yerda xalqaro yetkazib beruvchilar, import mahsulotlari ham qatnashadi, qaysi holda shu yerda to'g'ri tanlov o'tkazish, to'g'ri tender o'tkazish hamda davlat mablag'larini tejalishi hamda davlat xaridlarining shaffofligini ta'minlash bo'yicha bir qator o'quv kurslari bilan ularni qamrab olinadi hamda buning natijasida ularga ham sertifikat berish talabi qo'yilmoqda. Bu narsa xudo xolasa o'zi farmonimizda belgilangan muddatlar bor. Shu muddatlar doirasida amalga oshirishi yo'lga qo'yiladi. O'zi ham aytib o'tdingiz, bu narsa bugungi kunda qonunchilikda talab bizda yo'q. O'shanga biz birinchi navbatda hozir farmon talablariga, loyihasiga bu talablarni kiritdik. Bu farmon qabul qilingandan keyin bu narsa joriy etiladi. Lekin biz bunga parallel ravishda o'quv dasturlarini hozir ishlab chiqishni boshladik. Unga qaramasdan u narsani boshida biz hozir bepul ravishda hamma davlat buyurtmachilari xodimlariga
hamma davlat xarid operatorlari o'zimizning saytida kurs sifatida uni hozir joriy etishni mo'ljal qilganmiz. Bu birinchi navbatda shu davlat xaridlari shaffofligini ta'minlashga qaratilgan chora sifatida biz baholab o'tmoqchimiz. Keyingi masala aytib o'tdingiz, bu scoring tizimi nazarda tutildi menimcha, ya'ni reyting. Bu yetkazib beruvchilarimizga mana scoring tizimini ham joriy etish qaror loyihasi kiritilgan tasdiqlash uchun. Bu narsa qabul qilingandan keyin shu davlat xaridlari ishtirok etayotgan yetkazib beruvchi tadbirkorlar scoringdan olgan ballariga qarab ularga bir qator yengilliklar hamda scoringda balli tushib ketsa ularga qo'shimcha talablar nazarda tutilgan. Ya'ni yengilliklar tomonidan ularga davlat xaridlarida qatnashishga qo'shimcha imtiyozlar berish, ya'ni avvalroq davlat xaridlarida qatnashish uchun yetkazib beruvchilar o'ziga yarasha zakladi bor. O'ziga yarasha beruvchi summa xaridlarda ishtirok etish uchun o'ziga yarasha zaklad mablag'larini ishtirok etish kerak. Qo'shimcha talablari bor. O'sha talablarni yengillashtirish ko'zda tutilgan. Reytingi baland yetkazib beruvchilarga, ya'ni bu ishonchli yetkazib beruvchi degan bir o'zini nomi bo'lgandan keyin ularga yengillik yaratiladi. Aksincha, ishonchliligi past bo'lgan yetkazib beruvchilarning reytingi pasaytirilib, ularga qo'shimcha talab, ya'ni недобросовестный поставщик degan anaqa bor, xalqaro bir terminda. Ya'ni vaqtida yetkazib bermaydi, sifatsiz narsa yetkazib beradigan yetkazib beruvchilarning reytingi pasaytirilib, ularga qo'shimcha talablar joriy etilishi belgilangan.